Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida xalqaro miqyosdagi ilmiy hamkorlik va ta'limda innovatsion yondashuvlarni birlashtirgan sammit bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Janubiy Koreyaning nufuzli Kyungdong universiteti bilan hamkorlikda tashkil etilgan talabalar mobiligi uchun global akademik hamkorlik sammiti dunyoning turli qit'alaridan taniqli olimlar, rektorlar va ta'lim sohasi mutaxassislarini bir maydonga jamladi. Tadbirda O'zbekistonning yetakchi oliygohlari rahbarlari hamda Lotin Amerikasi, Meksika, Yevropa, Osiyo, Belarus, Xitoy va Afrika davlatlaridan 60 dan ortiq akademiklar ishtirok etib, ta'lim, fan va innovatsiyalar yo'nalishida global hamkorlik istiqbollarini muhokama qildilar. Bugun biz dunyoning qariyb 100 ta universiteti bilan birgalikda xalqaro talaba mobilligini muhokama qilish uchun yig'ildik. Bizning maqsadimiz talabalarga turli mamlakatlarda global tajriba orttirish imkonini beruvchi umumiy akademik platformani yaratishdir. Hozirgi kunda texnologiya, sanoat va jamiyat juda tez o'zgarib bormoqda. Shuning uchun biz talabalarning bu o'zgarishlardan chetda qolmasligi, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlashimiz kerak. Bugungi uchrashuvda biz barcha texnik tafsilotlarni muhokama qilib, talabalarga, universitetlarimizga va mamlakatimizga eng katta foyda keltirish yo'llarini belgilab olamiz. Bu tashabbus nafaqat universitetlar, balki sanoat, jamiyat va butun dunyo mamlakatlarini birlashtiruvchi haqiqiy global hamkorlik yo'lidagi katta qadamdir. Sammit doirasida akademik mobillik, sun'iy intellekt ta'limi, yashil iqtisodiyot, energetika, agrosanoat innovatsiyalari va inklyuziv ta'lim kabi dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashildi. Shuningdek, xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirish, professor-o'qituvchilar malakasini oshirish va qo'shma ta'lim dasturlarini yo'lga qo'yish bo'yicha muhim kelishuvlar imzolandi. Hozirda bugun mana birinchi kun, ertadan boshlab har bitta universitetda 100 dan ortiq universitet bilan to'g'ridan-to'g'ri B2B formatda uchrashuvlar bo'ladi va asosiysi maqsad talaba almashinuvini butun dunyo bo'ylab amalga oshirish va kelayotgan mehmonlar hammasi bundan xabardor. Biz bularga kelganda albatta aytganmizki, bugungi uchrashuv butun dunyoda talabalar almashinuviga belgilanadi, bag'ishlanadi va bu orqali biz minglab yoshlarimizni dunyoning barcha rivojlangan mamlakatlariga talaba almashinuviga jo'natish imkonini beramiz va o'z-o'zidan bu kelajakda o'zini katta mevasini beradi va undan tashqari dunyoning ta'lim sifatidagi standartlari O'zbekistonga kirib kelishida juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va Kyungdong universiteti o'rtasida hamkorlik doirasida talabalar uchun o'qish grantlari, professor-o'qituvchilar uchun malaka oshirish kurslari yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu hamkorlik jahon miqyosidagi akademik integratsiyaning yorqin namunasi sifatida e'tirof etildi. Sammit yakunida oliygohlar o'rtasida yangi ilmiy ta'lim markazini tashkil etish va talabalar almashinuvini kengaytirish bo'yicha istiqbolli loyihalar rejalashtirildi. Munizxon Majidova, Jaloliddin Abdumavlonov, Poytaxt.